Assalamualaikum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi isitish qazolarimiz tayyor bo'ldi mana. Bu isitish qazolarimizning ikki xil varianti bu. Bu ikki xil variantli kotyorlarimizni, isitish qazolarimizni sizlarga qanday bo'lishini tushuntirib beramiz. Bu kotyolimizning nomi Nijniy горение, yana pastdan yonuvchi, ya'ni pastdan yonuvchi kotyorlarimiz. Ko'mirni solasiz, pastdan yonadi bu joydan, pastdan. Bu yerdan yonib tepaga chiqadi. Bu kotyolimizga ko'mirni solasiz bu joyga, tepadan yonadi, tepadan pastga tushadi, yana balandgacha chiqib ketadi. Bu kotyolimizning ko'p odamga afzallik joyi, o'tgan yili sotganmiz 10 dona bu kotyolimizdan. Ustundan sap boraverasiz. Ko'p odam bu kotyolimizni Nijniy горение, yana tepadan yonuvchini zapravka qilish qiyin ekan, lekin zapravkasini degan odamga Nijniy горениeni tavsiya qilamiz. Ustundan sap boraverasiz. Yonmay qolgan taqdirda mana rechagini qo'zg'aysiz. Ko'mirning yonib turgan cho'qning tagini qo'zg'aysiz. Bu kotyolimiz Nijniy горение deb aytiladi, pastdan yonuvchi. Bu kotyolimiz Nijniy горение deb aytiladi, balanddan yonuvchi. Telefon qilib murojaat qilib o'tirgan vaqtimizda mana Nijniy kerak, Nijniy kerak deb ochishimiz kerak bo'ladi. Qaysi kotyollarimizni olsam ko'p odam so'rab turibdi, komplektida ventilator bo'ladimi deb. Hamma narsa komplektida bo'ladi, aytgan bahamizdan diniy bo'lmaydi bu narsalari. Kimga shunday kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahrida ishlab chiqarish seximiz eski paxta zavod ichida. So'rayar do'stlarimiz, kotyol olaman, mana kotyol kerak deb qiziq bo'lgan odam bo'lsa, shu videolarni podpiska qilib qo'ying, tashlab qo'ying, ya'ni videolarimizni ko'rib, murojaat qilib, kerak bo'lsa telefon raqamlarini qoldiramiz.